Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısını qacırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağı 2022 yıl 11. ayının 22. günü vatandaş. Vaziyet doğrusu dikip kıysak hazır bu vaziyet. Kaltısılavatı dedim o. Mesela bugün İstiklal TV yana anlattı kaça kaç. Müstemlik Uyguristan'dan kaçıvatkan köçmen Xitayla hazır poyiz tömür yol açıldı mı, açılmadı mı ben bilemedim. Bırak görsetken süret karısınız poyiz stenisten kilovatı degendik. Kaçıvatkan Xitaylarını görsetti. Tünügün vaziyetini aytkanda Rıfkat TV'nin körsetkili şu 9 eğiz kuduk, 9 eğiz tabi gaz kuduğu emesken o. Şinjan Uygur Avtonom Rayini yani müstemlik Uyguristan'da Pütköl'e Nepet Rayini'ni Nepet okroglarının hemmisini atalmış Xitay saudigarlarga setip bergen gap. Nepet rayillerini. Mesela Cungariya nepitligi, Tarım nepitligi, Komulturpan nepitligi degендek. Ben bir vaqtida Şinjan'da işlengen bir resimli jurnalni ko'rgan edim. Şu jurnalda Nepet burg'alash mashinasini borg'aydimdim deydi. Burg'aydimda Burg'alash mashinasi Şinjan Uygur Avtonom Rayoni müstemlik Uyguristan'ın bütün chegara ichiga 28 o'ringa qadalgan suratni chiqarib qo'ygan. Demak, shundan qaraganda bütün Uyguristanning osti ham nepet tabiiy gaz degan gap. Bu burunqi gap edi vatandaş. Hozir endi Rıfkat TV dediki bu Nepet raylarını setpedi deydi. Hem de ahir toxtalaylı bu doğruda. Bugünkü vaziyet şu. İkincisi Kanada'da açılgan jığın mesela Halifax var. Şu şehirde açılgan jığının münasebetlik koyulgan bir mavzu. Bunu anlanla evvel Amerika Kengash Palatası uruş yarlığı ilan kıldı. Bu degenlik resmi uruş emas, hem de ideologiyalik yoki başka şekillik uruş degan gap. Urushning o'zi emas cuma. Amerika Kengash Palatası uruş yarlığı ilan kıldı. Bu junguni cheklashning eng yaxshi chorasidir. Mavzulu xabar 11. ayının 22. günü Amerika ovoz ilan qilindi. Xabar mundaq başlandı. Bir qancha nafar davlat majlisi a'zolari, ikki partiya mansublari mundaq ko'rsatdi. Navbatda dunyoda demokratiya va mustabidizmning bir maydon musobaqasi ketyapti. Ukraina urushining natijasi mushu asrda dünya sistemisinin qanday harakat qilishini belgilaydi. Bu qaltis hükümeti vatandaş. A'zolar mundaq ko'rsatdi. Jungoda hozir Ukraina urushining kelgusiga ko'z tikib turibdi. Balki jungoni cheklaydigan eng yaxshi chora Ukrainaning oxirgi g'alabini qo'lga keltirishidir. Bu bir abzas, to'yaydigan abzas söz ekan, qaltis söz bu canım vatandaşlar. Acayip söz bu. Nimişqa deysiniz, bu yerda Ukraina urushida Ukraina g'alaba qildi Rossiya. Prezident Vladimir Putin mag'lub bo'ldi deydi. Uning dunyoviy o'rni mag'lub bo'ldi, rayon xarakterli o'rni mag'lub bo'ldi. Diqqat. Rayon xarakterli o'rni mag'lub bo'ldi. Şuna jungo bunu qaltis kutib turibdi deydi. Senatör Cemreç 11. ayının 19. günü Halifax xalqaro bexatarlik munberida mundaq ko'rsatdi. Dünyada bir xil ideologiyalik formula bilan bo'ladigan yangi tartib shakllandi.
ideologiyalik formula bilan bo'linadigan yangi tartib shakllandi. Senator Cemreç mundaq ko'rsatdi. Mustabid davlatlar, ya'ni degidek mustabid davlatlar bilan ittifoqlashdi. Albatta sen Jungo va Rossiyani ko'rib turibsan. Biz bu tarafda bo'lsak demokratik tuzum. Biz bir qancha 10 yildan beri o'tirg'i chiqqan yangi bir dunyo tartibi ichida faoliyat qilib keldik. Men mundaq hisoblayman. O tartib bizga xaris shakllantirdi. Diqqat majumlalarga vatandosh. Bir dunyo tartibi ichida yashab keldik deydi senator Cemreç. Lekin o tartib bizga xaris paydo qildi. Ukrainada yuz berayotgan barliq ishlar bu dunyoda keyin qanday faoliyat qildi? Bu dunyo keyin qanday faoliyat qildi? Shuni belgilaydi. Bu bir abzaslar emas, bir varaq. Hatta gaplarga vatandosh. Dedi Cemreç. Ve bu sözünü nutq so'zliganda bir qancha qatam takrorladi dedi. Senator Cemreç yana mundaq ko'rsatdi. Bu bir meydan urushning natijasi, boshda aytgandek ideologiyalik urushning natijasi mustabid davlatlarga demokratik qimmat qarashlarini chiritish iqtidorining zodi qanchalik ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Mustabid davlatdagi o'zining iqtidorining qanchalik ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Senator Cemreç mundaq ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kuruluşu naydi eniq maqsadlik edi. O maqsadning biri her qandaq bir devlet özünün devletini boshqarish bilan shug'ullanadi. Hamda eniq mundaq ko'rsatgan edi. Her qandaq devlet o'zi xohlagancha boshqa qo'shni devletning zaminini tartib olmasligi va başka devletlerin kısmen teritoriyası ve bütün teritoriyasını besip alması gerek dep görüşülgen. Birleşken Devletler Teşkilatı kurulganda onun nizam namusumus da görüşülgen. Senator Cemreç mundaq ko'rsatdi. Jungo dunyodan ayrılıp ketdi dep qaramayman. Çünkü Jungo navbatdagi xalqaro tartibdan davamlı payda elishni o'ylaydi. O'xshashda xalqaro tartiblarga amal qilishni xohlamaydi. Men o'ylaymanki, ular, ya'ni Jungo ayonkashlik qilyotdi. Ular do'stimiz, ular davlatimiz cho'ng deb hisoblab ayonkashlik qilmoqchi bo'lyotdi. Bütün dünyada hayankeşlik kılmakta buluvatıdır. Çünkü devletimiz çoğun da hesaplap hayankeşlik kılmakta buluvatıdır. Yani payda almakta buluvatıdır. Bütün dünyada şundak payda almakta buluvatıdır. Amerika'nın Cumhuriyeti turuşluk baş elçisi bunda ko'rsatdi. Ukrayna'nın urushda g'alaba qilishi Cumhuriyetini cheklashning birdan-bir chorasidir.